Abbos. Nurullo do'stim. Assalomu alaykum do'stim. Ko'rmisani, yaxshi keldingmi? Tuzingmisan? Rahmat. 3 yil bo'ldi ko'rishmaganimizga. Nimasini aytasan? Do'stim, ketdingmi? Qolganini uyda gaplashamiz. Taksi chaqirganman, yur. Do'stim, taksi chaqirganing yaxshi, lekin bugungi kechani uyda emas-u, shaharda o'tkazamiz sizlar bilan. Do'stim, shaharda yaxshi bilmaymiz, qizlarni qayerdan topamiz? Do'stim, soddasan-da. Taksi chaqirdim dedim, chaqirdingmi? Chaqirdim. Taksilar bor, baloda ham bilishadi. Ketdik, yur. Qishlar qaydaveramiz, to'g'ri? Qanaqa qishlar aka? Bugungi kechani shaharda o'tkazamiz qizlar bilan. Qaysi domga hayda? Aytinglar bo'lmasa adresini. Taksilar baloda ham biladi aka. Puldan muammo yo'q. Haydang. Nurullo, balki kerak emasdir. Qisib tur. O'zi jon deb turibsan ichingda. Zo'ri bor, tunni birga o'tkazganman kecha. Yozing nomer. 99lik 497 94 97. Nima uyalyapsan bering, menga kuladi. Zinochalik tez javobi keladigan narsa yo'q, aytib oling. Zinochalik bu dunyoda tez kasofati balosi uradigan narsa yo'q. Zinochalik tez javobi keladigan narsa yo'q, aytib oling. Zinochalik bu dunyoda tez kasofati balosi uradigan narsa yo'q. Araba bo'shmisan? Qara bor bu yoqqa. Ha, aka, bo'shman. Nima qilish kerak? Aka, bitta yog' berib yuboring. Mana aka, 60 ming so'm. Alo. O'lab be. Ketyapman. Mana aka, sog'lik. Ketyapman, hop. Olmaysanmi yo'qdi qo'limda? Tezroq bo'l. Shunga so'rasanda, qaysiga so'rasan? Sol tezroq. Nech pul bo'ldi keyin? Aka, 30 ming so'm bera olasiz, bozor aylandik-ku. Nima? 30 ming so'm? Sen kallang joyidami seni? 5 ming so'mga narsaga 30 ming so'm deysan? Aka, bozor aylanib olib chiqyapmiz-ku. Katmonim qani? Qanaqa katmon? Katmonimni sen oldingmi? Katmonimni. Xudoga qo'ying, nima deyapsiz? Aravakas. Pastkash. Ber katmonimni. Nima qilyapsiz aka bu? Bo'lyapti, murish bo'lyapti be. Ko'rmaysizmi aka? Katmonimni o'g'irlab qo'yibdi. Mana kartmoning, yo'q olgan joyingda qolib ketibdi. Aravakash deb qo'l urarkansanlarda hamma. Uka turing, xudoga soling bunaqalarni.